Xatimni Ubaydulloh radhiyallohu anhu tirikligida jannatli ekanligini Rasulullohning tilidan eshitgan ashara-i mubashsharaning bittasi. Ikkita odam kelib, kalima keltirib, musulmon bo'ldi payg'ambarimizning huzurida. Ikkita odam teng musulmon bo'ldi. Orada bir qancha vaqt o'tdi. Haligi ikkita odamning birinchisi jihodga chiqib shahid bo'ldi. Alloh shahidlikni ato qildi. Oradan bir yil o'tdi. Haligi ikkita odamning ikkinchisi o'zining uyida to'shagida oddiy o'lim bilan o'ldi. Talha roziyallohu anhu tush ko'rdi. Tushida jannatning eshigining oldida turganmish. Yonida boyagi ikkala kishi. Bittasi shahid bo'lib ketgan 1 yil burun, bittasi oddiy o'lim bilan o'lgan 1 yil keyin. Jannat eshigi ochildi, u yerdan chiquvchi chiqdi-da, o'zini to'shagida oddiy o'lim bilan o'lgan odamni birinchi olib kirib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin ikkinchi marta chiqib, shahid bo'lib o'lganni keyin olib kirib ketdi. Bir oz turganidan keyin Talha roziyallohu anhu haligi chiquvchi chiqib, senga hali vaqt bo'lmadi dedi. Uyg'onsa tushi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida mana shu tushini aytib berdi. Talha roziyallohu anhu. Shunda sahobalar subhanalloh, subhanalloh deb hayron bo'lishdi. Rasululloh aytdilar, nimaga hayron bo'lyapsizlar? Nimadan hayron bo'lyapsizlar? Ular aytishdi, yo Rasululloh, ikkalasi teng iymonga keldi. Bittasi shahid bo'lib o'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'ldi. Nimaga shahid birinchi kirmadi? Nimaga oddiy o'lgan odam uyiga birinchi kirdi jannatga dedi. Rasululloh aytdilar, keyin o'lgan odam 1 yil uzoqroq umr ko'rdimi? Ko'rdi. Falon rakat namoz, falon amallar va ro'zani ham qo'shimcha tutdimi? Ha. Demak, buni ajri undan ulug' bo'ladi dedilar. Endi tushunyapsizlarmi? Islomda soch soqori oqarib, iymon e'tiqodida, ibodatda turibdimi shu oqsoqol? Hadisda aytayapti. Tasbihi, tahlili, takbiri uchun Alloh uchun bundan afzal odam bo'lmaydi deyapti. Yosh kichkinalar, yosh kattalarni hurmat qilishidi, bu bizni ixtiyorimizdagi ishimiz ekan deb o'ylamanglar. Bu vojib amal.